Assalomu alaykum. Biz ishlarimiz ham yakunlanib qolyapti. Ikkitalik kollektor o'rnatganmiz. Shuni hozir hammasini to'ldirib oldik. Tupli pol qo'yganmiz bu yerga. 8 kiloda tupli pol. Qovurg'ali alyuminli radiator qo'yganmiz. 8 talik, bu yerga ham 8 talik. Hammomizga tupli pol ham radiator o'rnatib olganmiz. Spaniyasiga bitta 14 talik radiator qo'yganmiz. Endi oshxonasiga ham bitta radiator qo'yganmiz. Kotejli ekan, mana shunaqa sistemada, ключевой sistemada qilib shunaqa xizmatlar bo'lsa kerak. Qilaverasizlar, omon telefon ham qilmayapsizlar.